Abbosxo'ja Jasminga javob qaytardi. Bu safar Abbosxo'ja tomonidan Jasminga ochiq va keskin javob keldi. Lekin Jasmin ham jim turmadi, u ham o'z sozini aytdi. Kim haq? Kim g'olib chiqadi? Barchasini videodan bilib oling. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Yigit istoriya qo'yadi, keyin u yoqda ko'ti yonganlar gapirib chiqadi, unday bo'lgan, bunday bo'lgan deb. Keyin seni shantaj qilishga o'tmoqchi bo'ladi. Alfons deydi, boshqa deydi. Men hayotimda qiz boladan pul olib unaqa narsa qilmaganman. Bitta narsani aytaman. Meni ko'rib turibsiz. Siz bekorga qo'shilyapsiz bu temaga. Bekorga meni boshdan yomonlab, boshdan gapirib, bitta narsa aytayim, fakt bilan gapir deyapsiz. Men fakt bilan gapirsam gapiraymi fakt bilan bitta qurilishda kimimiz akasi bilan yomonlaganingizni, sizni jo'ralar degan gruppangizdan informatsiyalar bizda borligini gapiraymi? O'sha kompaniyani, qurilish kompaniyasini bo'q qilib, yerga tiqib, zakaz qilib, o'z zakaz kimligini ham bilaman, u zakazchidan bitta uy olganingizni ham bilaman. Mani mahallada bosh ko'tarib yura olmaydigan qilib qo'yish sizlarga emas. Men Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Siz bilmaysiz. Jasminaxon, siz o'zingiz og'zingiz bilan niholga yetgansiz. Ko'kosh menga rostdan to'yimiz bo'lyapti degan. Ko'kosh meni aldagan ekanda, bu bolani oilasi bor ekan-u deb aytgan gaplaringiz bor, galasivoylari bor. Bilasizmi shuni? O'zingiz og'zingiz bilan aytgansiz, Ko'kosh meni rostdan to'yimiz bo'lyapti, siz boshlovchilik qilasiz deb aldagan deb aytgansiz, to'g'rimi? Tan ola olasizmi shuni? Vijdonan tan ola olasizmi shu narsani? Keyin men oilamni istoriyamga qo'yganimda, oilangni qo'yma istoriyaga, bizga negativ bo'ladi, tipa odamlar bu piarimizga ishonmay qo'yadi degan. Men aytganman, "Oy, noto'g'ri bu narsa. Odamlar bilish kerak buni video kontentligini" deb necha marta aytganman. Normalniy Alfons erkak bo'lmasdan, normalniy erkak bo'lganingda kecha billa yurgan xalqni shuncha aldading. Xalqni shuncha aldab, men uylanyapman, to'y qilyapman. Nimaga aytmadi? Ko'kosh aytmadi. Nimaga xalqqa aytmadi Ko'kosh? To'y qilmaymiz, qo'ying deb. Xalqni shuncha aldab, xalq senga endi ishonadi deb o'ylaysanmi? Endi xotinim bor edi, prosta men aytmagandim, shou qilmoqchi edi. Shou emas, eta laqatron. Uylanaman, to'y qilaman, Ko'koshga uylanaman deb hamma ishongan, hamma. Sen hamma bilardi deb aldab qo'yma odamlarni. Hammani lo'q qilgansan. Sen reklama chiqaradigan bo'lsang, birov ishonmas kerak. Sen laqatronshiksan, полный программе. Kartoshkachi yo'bunay. Блядь, долбоёб. Alisa, включи, пожалуйста, песни Каниза Alfons. Senga atalgan shu qo'shiq. Внимательно eshitib ol. Включаю Каниза, альбом Alfons. Sen xotinlarda g'iybat qilib o'tirganda lozim ishton kiyib olgan. Lozim ishton kiyib ol. Uyat, hojiga borib kelganda, ota-onang hojiga borib kelgansa, hojiga borib kelgan ota-onani bolasiga o'xshamaysan sen. Ko'koshni narkoman deding. Shoira Otabekovani billa qo'shilib Shoira Otabekova bilan yashab yurgan deb g'iybat qilding Ko'koshni. Sen erkakmisan, sen g'iybatchisan, xotinkalach g'iybatchisan. Hali ham intervyu beryapsan xotinkalachga o'xshab. O'l bu kuningdan, o'l. Menga hammani g'iybat qilib yarashaveradi, потому что ko'ylak kiyib olganman erkak bo'lib turib. Sen ham ko'ylak kiyib olaver xotinkalach. Sharmanda qilib bo'lding, ves ota-onangni ham kim bo'lsa ham. G'iybatchi, xotinchalish, ertadan kechgacha g'iybat qilaveradigan xotin ekansan. Xotin aka. Alisa, включи, пожалуйста, песни Каниза Alfons. Mana mana shu qo'shiq senga tegishli. Ko'koshga молодец, senga qaraganda Ko'kosh erkakroq biladi. Ko'kosh молодец, biror marta seni yomonlab chiqmadi. Ko'koshni narkomanam deding. Narkotikka o'tirib qolgan, narkotikdan olib chiqdim, men unaqa qildim deb g'iybat qilding. Ko'kosh seni biror marta g'iybat qilib chiqmadi. Biror marta biror joyda gapirmadi. O'l xotinkalach. Yo menga telefon qilib aytmadi. Gapir, manaqa deng, unaqa deng, sekretini ochmadi. Beti yo'q, o'l buguningdan o'l. Yigit qurilish kompaniyasida ishlaydi. Qiz oldin yigit bo'lgan bo'lardi.
bloger bo'ladi. Hammani yomonlab yuradi. Keyin anu yigitni qurilish kompaniyasidan zakaz oladi. Boshqa bir qurilish kompaniyasini yomonlash uchun. U qiz Rossiyada ishlagan bo'ladi. 70 yilga deport olgan bo'ladi. Bu yerda bir narsalar sotgan bo'ladi. Keyin Dubay, Turkiya qilib qochib yurgan bo'ladi. Keyin u yigit bo'lgan, qiz bo'lgan, yigit bo'lgan, kim bo'lganini bilmayman. Keyin u boshqa bir zakazlar olib, boshqa birovni yana yomonlamoqchi bo'ladi. Tayson yaxshi gaplar gapiradi.